Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grup'si tayarlagan hicret tarihlerden Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. 21. qism. Bu elbette Allah'ın bizga ato qilgan yordami edi. Shunda qilib bu ish ko'p takrorlandi. Talha inimmo faqat shu birlik etim chegaradan o'tib, keyin chegara sirti saqlab turdi. Men o'zim yolg'iz kelib ilib ketdim. Balkim arliqdan bir oy o'tgandan keyin bizning tonish bolalardan biri ma'lum bir davlatning turmusida bir necha bola bor ekan. Ular ham turmida bo'lib, ularga tomoq puli olib berish uchun shu yerga berib kelishni menga dedi. Menga berilgan ma'lumot faqatli bolalarning vatandagi ismi, turmining xato ismi edi. Men bu davlatga kelib, birinchi kuni boshqalar deb bergan adres bo'yicha turmini tepib keldim. Ammo bularni surishtirsam, bular bu turmida yo'q ekan. Ertasi bir alma kompyuter oldim. Bu davlatning hukumat to'rig'i bosib kirdim. Ben davlatning barliq turmalarini topgandan keyin ma'lum bir turmadan 90% bolalarni topganligimni jazm qildim. Shu vaqtda bu davlat 400 turma bor ekan. 3-kuni men jazm qilgan turmani tepib bordim. Alhamdulillah. Nihoyat ko'p jafolar bilan Allohning yordamida turma boshliqi sabablik Alloh meni bu bolalar bilan uchrashtirdi. Men shu kuni jiddiy qaytmasam bo'lmaydi. Bu qitimli xizmatni bitirib Malayziyaga kelishimga bir ish yuz bergan edi. Men hozir kelgan davlatda 2 ayol va 3 kichik bola va boshqa 5 ayolni qattiq urib saqchilar boshqa yerga ilib ketgan ekan. Men ularning keyindan jiddiy bormasam, ularni boshqa turmaga yetkazsa, keyin qutuldirish ta'sidi. Ammo bu ayollarning nega gap mangdi? Qaysi turmada? Buni hech kim bilmaydi. Buni bilish uchun yana davlat to'rig'i tamatlab kirishga va turmalardan avatilgan ism va adreslarni ko'rishga to'g'ri keladi. Men yana bir qitim hukumat to'rig'iga kirishga harakat qildim. Ammo sezilib qolgan edim. Kompyuter pash qilib qo'ydi. Shundaqdimi ayollarning yutkildigan turmusini bilib bo'lgan edim. Ularning keyindan iz qo'llab 500 kilometr yiroqlikdan ularni tepib damalg'ili tushgan yerdan saqchilarga bildirmay ularni qaytarib kelgan edim. Bular 2 ayol, 3 kichik bola edi. Men bularni chegarada 3 kun turg'izib Malayziyaga akelgandan keyin uyda dam oldim. Taxminan bir hafta o'tgandan keyin yana bu davlatga odam ekitishga keldim. Bu qitim yinimdagi pasport bilan kirmoqchi bo'lgan edim va shu davlatning konsulxonasiga berib viza olib chegaraga keldim. Men bundan keyin burunqi 2 qitim bu davlatga pasportlik kirgan. Boshqa vaqtlarda chegara tomlaridan ortilib kelgachga bu qitim pasportlik kirishni o'ylashgan edim. Malayziya chegarasidan pasportimga tamg'in urg'izib, Allohning yordami bilan 2-chi davlat chegarasiga keldim. Men pasport tekshirish o'rniga kelganda meni saqchilar ap qilib o'tkazmadi. Birozdan keyin alayda saqchi atrofdagi odamlar keldi va meni tekshirdiganligini aytdi. Pasportimni nihoyat inchik tekshirishga boshladi. Hatto lompaynak bilan tekshirdi. Lekin bu ahmoq kofirlar pasportning saqligini qat'iy bilinmadi. Alloh o'zining qudratini yanama bildirib atadi. To'g'ri, Alloh ko'rsatmasa har qanday asbob ekalsimi ko'ranmaydi. Endi navbat telefonimga, hatto kompyuterimga kelgan edi. Men bu kompyuterning mening emasligini, do'stimdan oriyat olganligimni aytgan bo'lsam-mo, ular 2 nafar hacker chaqirib kelgan edi. Ular kompyuterni inchik tekshirish jarayonida mening haliqi vaqtda to'g'ri atlab izlagan ishimni bilib qolgan edi. Lekin yetarli isbot yo'q. Men hammasini yuyib etgan edim. Ammo axlos sandiqida shu ishga munosabatli 2 dona rasm tepilib qoldi. Meni ular qo'lga olish uchun tutib turib tekshirayli degan bo'lsa-mo, bu degan chegara men texi bu yerga kirmagan. Oxiri ular meni qo'lga oldi. Qo'llarimga menga tonish bo'lgan sovuq bilezikni taqidi. Ular meni nega opirishini texi bilmaydi. Keyin cho'ng boshliqlar kelib meni so'roq qilishga boshladi. Ular mendan kompyuterni bilamsan? Yo'q, bilmayman. Bu kimning? Do'stimning. Do'stim 10 kun burun nada edi? Bu davlatga kelganmi? Bilmayman. U davomli sayohat qiladi dedim.
Ular mendan mushundaq bir qator savollarni so'ragan peti yana qaytadan tekshirishga boshladi. Telefon, pasport, subhanalloh. Yolg'on pasport bugun rost bo'lib qolgan edi. Oxiri ular meni mashinaga silib mangdi. Qayoqqa bilamsiz? Malayziya chegarasiga qarab mangdi. Meni Malay chegarasiga opirib, Malayziya saqchilariga bu xatarlik odam deb gumon qilib, bizning davlatga kirishini chekildik. Xakkir bo'lishi mumkin. Bu odamni sizlar tekshirib yiqinglar deb pasportimni Malayziya chegara saqchilariga berdi. Ular pasportimni munda qarabla chegaradan chiqib ketdi degan tamg'ini amaldan qoldirib, chegaradan qaytib kirdi degan tamg'ini urib berdi va endi Malayziyaga kirsang bo'ladi dedi. Bu vaqtda meni olib kelgan saqchilar texi ketmagan edi. Teshida mashinada turardi. Meni elib kelgan saqchiga kulib turib, o'tir barmoqimni chiqarib qo'yib ketdim. Shu vaqtda bu go'y meni yaxshi tonib olgan chig'i mazmuni keyin tafsili so'zlandi. Endi o'qirmanlar, bu qarindishimiz hakkirkan deb o'ylab qolmanglar. Men hakkir emas, lekin Allohning yordami bilan kompyuterni azroq bilaman. 2000-yildan boshlab kompyuter bilan shug'ullangan edim. İlgari o'ynab yurganda mening og'inlarim hammasi saqchi edi. Ba'zisi alayda saqchi edi. Hatto Gobodimi ishlaydigan do'stlarim bor edi. Shu vaqtda ularning kompyuter va hukumat telefonlarini ishiltib, azroq narsalarni o'rganib qo'ygan. Lekin hargizmi bundaq asqitishni o'ylab baxmagan edim. Shu saviya bor edi, lekin hozir hammani unutib ketdim. Gapimizga qaytib kelsak, men yotoqqa berib bir kun yetib, atis etganda chegaratimdan ortilib yana bu davlatga kirdim. Chunki boshqalar meni saqlayotdi. Men bu davlatdan yana 2 kundan keyin turmadagi bir necha ayollarni elib ketdim. Bu jarayonda mening qarzlarim to'linib, 30 ming dollar atrofida qolib qolgan edi. Qarang, mehribon Allohning qarzimni to'lab berganiga. Faqatla 2 oy ichida 100 ming dollardan ko'proq pulni to'lab bo'lgan edim va 100 dan ko'p mahbus ayol bolalar qutuldi. Ammo hayotimning qora kunlari endi boshlangan edi. Bu qaytimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به